Hech kim turkiy she'rni undan yaxshiroq ayta olmagan va nazm durlarini undan yaxshiroq socha olmagan. Darhaqiqat, Navoiy turkiy tilning boshida o'zining munosib hissasini qo'shgan buyuk zotdir. Ravzat Safo asarining muallifi Mirxon Navoiy to'g'risida himmat va saxovati benazir zot degan edi. Zero Navoiyning himmat va saxovati xalq manfaati uchun xizmat qiladi. Yoshligidan o'tkir zehnli bo'lgan Xondamir o'zining Makorimul axloq asarida Navoiyni yoshlar homiysi deya ta'kidlagandi. Shubhasiz Navoiy mamlakat rivoji uchun yoshlarning nechog'lik muhim o'rin egallashini bilgan. Xuroson hukmdori Husayn Bayqarov Mir Alisher Navoiy turkiy tilning o'lik jasadiga Masih nafasi ila jon ato etdi deb fikr bildirgan. Nafaqat turkiy til, balki xalqning o'lik ruhiga ham jon ato etdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Jahonki muqaddasini ko'ribdi, bariga onasan ey qodir hayot, 500 yil naridan boqib turibdi, nurli bu yuzlarga nuroniy bir zot. Shu buyuk o'g'lingni ardoqlab dildan, xalqim, ta'zim etsang arziga aytamom, uning nomi bilan birga bitilgan dunyo daftarida O'zbek degan nom. Dunyoda biror nom qoldirmoq uchun yurt buzish shart emas degan gap xo'roz. Kimdir pesh qilganda nayzaning kuchun Alisher qalamni ko'rsatgan xolos. Nido tinglab bu kun yurting tarafdan. Ey yiroq Hirotda maskan topgan ogoh bo'l Alisher, sen ushbu gapdan har ikki nabirang biri Alisher. Birovlar nazdida johil Osiyo, faqat zavol ko'rib ko'rmagan kamol, Muso iltijosi etdi go'yo, haqdur tog'i uzra ko'rgazdi jamol. Navoiy buyuk meros egasi. Uning hikmatli so'zlari bizning qon-qonimizgacha singib ketgan. Yosh bolani juda kichik yoshidan boshlab tarbiyalamoq zarur. Tarbiya insonga o'zida yaxshi odat va fazilatlar hosil qilishiga yordam beradi. Kimki yolg'on so'zni birovga to'nkagay, o'z qaro yuzin yog'ga bulg'aydi. Ozgina yolg'on ham ulug' gunohdir, ozgina zahar ham halokat kuchi. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Gar oshiq ersang bu takallufni unut. Yaxshi-yu yomon ishda taxallufni unut. O'tgan gar erur yomon taassufni unut. Ketgan gar erur yaxshi tasarrufni unut. Zohid sanga xuru, menga janona kerak. Jannat sanga bo'lsin, menga mayxona kerak. Mayxona aro soqiyu paymona kerak. Paymona necha bo'lsa, to'la yona kerak.